I got the triple elimination Bir medal. bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda O'zbekiston degan tomonda Livik degan karta bo'lgan ekan. Bu kartani odatda g'irt kirisa yotib o'tlarning orasidan chiqadigan eshak miyalar o'ynar ekan. Bir Zafar Davron degan o'ta qattiq o'yinchi ham bo'lgan We will ekan. be taking off soon. Bu eshak miya bo'lmasa ham challenge tushgani uchun kartani o'ynashga qaror qildi. Kunlardan bir kunida endi albatta. Mol yuribdi, mol yuribdi, mollar ham, qo'ylar ham yuribdi. Qattiq yuradigan hamma narsa yuryapti ekan. Zafar Davron o'zini muxlislariga o'zini zo'r o'yinchidek ko'rsatish uchun eventga tushishga qaror qildi. Eventda nima bo'lganini aytsam, mashe mazza qo'rasizlar. U eventga boyvachchalarga o'xshab Bugatti'da tushibdi. Bugattisi yonar ekan, orqasi ham, nomeri ham zalotoy ekan u Bugattini, chunki Zafar Davronning puli ko'p ekan. Bunday parashyutda ketyapti ekan. Qarasa, atrofida odamlar ham ketyapti ekan. Keyin Zafar Davron qoch debdi. Qochibdi ham. Keyin bitta odamni nok tutdi. Joyda Davidchani bordi. Ikkinchini ishga harakat qilyapti ekan. Omma lekin bu yerda bitta yovvoyi maxluq tutibdi. Solo Black degan. U birinchi maxluqni ham yer tishlatdi, ikkinchi maxluqni ham yer tishlatibdi. Keyin bitta maxluqni urib, yenasini jo'natibdi, yenasini tomon ekan. Maxluq uchib ketibdi, короче, qanoti bor ekan. Voy! O'qim yo'q debdi Lafardan. Nimaga unday bo'ldi? Lekin o'qi yo'q bo'lib qoldi. Birdaniga o'zidan o'zi. Bu sehrli qishloq ekanda. Bunday aylanib o'ngga, chapga, tepaga, yonboshga. Shuni debdi. Debdi keyin yana. Chunki orqasidan kimdir kelib qolibdi-da, bitta eshak miya kirisa bor ekan. Boya aytganimdek, bu Livik degan kartada krisalar juda ham ko'p ekan. 3 ta killni amalda qilib, Zafar Davron yana eventga yo'l olibdi. Yo'l yuribdi ham, mol yuribdi, mol yursa ham mol yuribdi, eshak ham, qo'y ham yuribdi. Hammasi yuribdi. Keyin eventga ham yetib ketdi. Eventda bir nimalar qilmoqchiga o'xshamoqchi bo'libdi, lekin hech narsaga o'xshamadi. Ne qarasa eventda odam ko'p ekan. Ey, ota bobong qilgan ish qilsang bo'lmaydimi deb o'ziga o'zi o'ylabdi-da, o'tni bostirdi. O'tni qilib, bu ham raqiblarning taktikasiga amal qilgan holatda har debdi, o'xshata olmadi. Bunday close fight debdi o'ziga o'zi. Eshak miya deb raqibini uyiga jo'natib olibdi. Lekin hali u yerda 13 ta odam bor ekan. Ya'ni eventda. Keyin squadga to'lib, o'qlarni bostirib, ko'rjon-oltilarni olib kill qilishda davom etishga, harakat qilishga, yo'lga chiqishga urinibdi.
qarabdilarki, ertak o'ta qiziq ketyapti ekan. Lapar Davron muxlislari, Lapar Davron muxlis ertak aytayotganini ko'rib, gap yo'q aka, vashi o'ta go'zal ertakchi ekansiz. Hozir sizga donat keladi, gazini bosing deb qo'llab-quvvatlab turibdi ekan. Va ertagimiz shu joyda tugabdi. Nega desalaring, ertakni boshida aytganimdek bitta kirisa Lapar Davronning orqasidan otib o'ldiribdi.